Magic'da o'yinga tushib bering endi. Magic'ga keladi. Magic'ga borganmisan? Fatanga baqirganmisan? ChatGPTga qiziqadiganlar yozib, ochkini ham narxini bilib olishgan, uje buni ham narxini bilib. Lekin hayotimda birinchi marta original ochki olyapman. Haqiqatda boshqacha bo'lar ekan. Nima qanaqa bo'lar ekan desanglar mana. Vot mana toqdim-ku, eshitib tursiz. Oldin eshit. Faqat to'g'rimdagi monitor ko'rinyapti, ikkita yondagi monitor ko'rinmayapti. Kimdir ofisimga kelsa ishonmasa, taqib sinab ko'ramiz. Ikkita yondagi monitor ko'rinmayapti. Qop-qorong'i. Ofisimiz nimaga shahar? Ya endi akalar ozgina o'zimizga qarab sovuq tushyapti. Ertadan qattiq sovuq keladi deyishyapti. To'xtanglar, bo'ldi. Temalanib biz hamma so'radi. Hamma qachon bir Knyaz qachon qaytadi, Monarchiy qachon qaytadi bo'lyapti akalar. Nima bo'ldi? Oxiri mana nima bo'ldi? Nima bo'ldi o'zi bugun? Xavotam nima bo'lyapti? Xullas akalar, tezda videoni boshlaymiz. Sababi nima? Sababi hozir men shunaqangi akkauntdaman. Sizlar balki kimlardir ko'rdi, Instagramda, boshqada men ham ko'rdim hattoki. Birat bilan biz gaplashdik, boshqa qildik. Ya akalar, akam ko'rsatayman, sabrim yetmaydi, ko'rsatay. Mana yangi akam paydo bo'ldi. Qiyomatli akam 500 ming tashlayaptilar. Qiyomatli akam bilan o'tiribman. Abdushi qiyomatli akam. 500 ming turibdi, lekin hali shoshilmanglar. Bu prosta boshlanishi bo'ladi. Mana shunday gaplashaylik. Hozir qaranglar akalar. Mana shu holatda Knyaz bilan Monarchiy o'yinga qaytsa nima bo'ladi bilasizlarmi? Haydi gap qilamiz. Dahshat bo'ladi, lekin O'zbekistonda donatorlar hozir ishlatamiz hozir. 100-200 ming ishlatamiz hozir hammasini. Sen shoshilma. Oldin eshit. Xo'p, do'stlar, xush kelibsizlar kanalimizga. Yaxshimisizlar? Qalaysizlar? Anchadan beri katta yuzinglarga open case'dan sog'ingansizlar. Biz bilamiz. Ancha vaqtdan beri katta yuzinglar tashlaydigan donatorlar ham ko'rinmayapti. Lekiga mana chiqishyapti. Durnoy bilan Otabek aka Discordda o'tiribdi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ana siz efirdasiz. O'z tilaklaringizni bizni obunachilarimizga yetkazishingiz mumkin. Rahmat tilaklar uchun. Xullas akalar. Xullas akalar, nima gap? Knyaz bilan Durnoy niki bilan xudo xohlasa biz yaqinda chiqdik. Da. Har xil gaplar bo'lyapti Knyaz yoki Monarchiy. Bu UC birinchisi ham emas, oxirgisi ham emas. Xudo xohlasa bunaqa UC'lardan hali ko'p bo'ladi. Aynan mana shu temada men ham streamlarda boshqalarda gapirgandim, gapingiz bo'ldim. Nima? Donatorlar har doim bo'lgan. Oldin ham bo'lgan, bundan keyin ham bo'ladi, bulardan keyin ham bo'ladi. Mana Knyaz Monarchiyning ham o'zining davri bor. Lekin Knyaz bilan Monarchiy bilan umuman tanish bilishliklari ham yo'q ekan. Biz gaplashdik bu narsani. Balki ular ham bir kun kelib qaytib qolar, boshqa bo'ladi, nima bo'ladi? Zo'r bo'ladi. Yana ham zo'r bo'ladi. Nimaga Knyaz Monarchiy emas, yangi donatorlar chiqishi bu yaxshi. Chunki qachon qarasa faqat Knyaz bilan Monarchiy O'zbekistonning donator demaydi-da odamlar. Mana yaxshi donatorlar ko'payib chiqishgani bu zo'r. Birgalikda kontentni bosamiz. Birat aytayaptilar. Birinchisida men 1 millionlik open case ko'rgandim, aslan qilgan kanallarda. Ha, do'stlar, biz kelishib oldik Birat bilan. Akkaunt 98-level. Obzor qilishimiz kerak bu akkauntni dedim. Nimaga? Chunki realni meni o'zimga qiziq. Bu akkauntda nimalar bor, nimalar yo'q, hali hech qayerda yo'q. Buni obzori. Aka, yo'q, hech qayerda obzori. Yo'q, hali obzor qo'yilmaydi. Birinchi obzorini ham o'zimiz birgalikda olamiz, komanda bilan, boshqa bilan. Balki u kanalga balki bu ko'ramiz uni. Ikkinchisi yana UC tashiydilar, hali UC'lar ko'payganda, boshqa bo'lganda, nimadir yaqinda keladi, Ultimate Porsche keladi masalan, keyingi oyga boshqasiga, katta UC'ga open case ko'rasizlar. Juda katta UC, bundan ham katta UC'ga open case ko'rasizlar, xudo xolasa. Bitta shart sizlarga, bitta iltimos, bu shart emas, bu iltimos bu. Durnoy Gaming'da kanali nomi. Shunaqa. Xullas, kanalda ekranida chiqqan, men hattoki birga samimiy ulab videoni qo'yamiz. Muflan ko'rsatadi to'liq sizlarga. Bir aktiv ko'rsataylik, bir o'taylik mana shu kanalga, podpiskani shunaqangi bosaylikki, mana shu 30 mingtani necha soatda qila olamiz? Hozir soat emasda, bir 2 kunda qilaylik, 30 mingta 3 kundami? Borani bir haftada qilaylik. 30 mingta bo'lishiga kanal, shunaq bo'lgan kun 30 mingta bo'ldi, telefon qiladilar Durnoy bilan menga, Otabek aka, telefon qilib turib 30 mingta bo'ldi kanal desalar, shunaq deyishlariga akkaunt obzorini olamiz. 50 mingta bo'lganida Addushi qanaqadir bitta sovg'a beramiz podpischilak bo'ladimi, Birat? Shunaqa qilsak ham? Uysimi, nimadirmi? O'zingizni ko'rsatasizmi aka? Knyazni ko'ra olmaganmiz-da, armon bo'lib qolgan, Monarchiyni ham. Siz qachon ko'rsatamiz? 100 mingta bo'lgansa ko'rsataylikmi? Xudo xolasa endi bu narsa pod вопрос bo'lib turibdi hozircha, lekin 100 ochiladi обязательно. Ochiladi? Aha. Bir oyda 100 mingta qilar ekanmiz, Biratni. Yuzlarni ochaveradi. Ishoninglar, bir oyda 100 mingta qilsak bu Biratni men o'zim oldilariga borib, boshqa davlatdalar, qayerdaligini aytmayman. Oldilariga uchib borib, vlogda ko'rsatib yuboraman. Serios aytyapman. 100 mingta bir oyda qila olsak, agar ikkinchi marta rekord bo'ladi. Bu birinchisini ham o'zimiz qilganmiz. Knyaz kanali 26 kunda 100 mingta bo'lgandi.
video chiqqan chisodan boshlab sananglar. Kimni akkauntini ko'rsanglar podpiska bosinglar kerak. Men aytyapman sizlarga, dahshat bo'ladi bundan keyin. Xo'p, endi akkauntda ultimate ochishgan ekan. Do'stlar, biz hozir open case ham qilamiz. Hali open case ham qilishimiz kerak. Bu case ochilmagan. Ha? Qancha? 2000 ta ochishgan ekan ultimate. Yo'q, serios men ko'rmadim. Ana 500 ming UC nechi pul bo'ladi dollarda? 2015. 500 ming UC примерно qancha bo'ladi o'zim ham bilmayman. Men bilmaganimni bilmayman-da. Ya'ni kommentariyaga savol, mana kommentariyaga savol. 500 ming UC, 8100 UC ni o'rtalamay 1 milliondan hisoblaylar. Qancha pul bo'ladi? Dahshat pul bo'ladi. Aytyapmiz, 1 million UC oldin tashlaganlar, umuman tugatishgan, 0 qilishgan. Bu yana yangi tashaldi, yana tashaladi. Kontentlar bor, o'ylab qo'ygan zo'r kontentlarimiz bor. Ularni ham hammasini chiqaramiz. Xullas, akalar, biz nimadan boshlaylik, nimadan ochishni boshlaylik. Men bilan ham ochilmagan ekan hali oxirigacha. Hamma narsani ochish kerak, kolleksiya levelini ko'tarish kerak. Biz mana bundan boshlaylik. Eng yoqimsiz keysdan boshlaylik. Bam ochaylik, sizlarga UC'ni original ekanligini isbotlaylik akalar. Birinchi bo'lib like bosinglar. Bu video rekka chiqish kerak. Like bosinglar, kommentariyada bayt nimadir yozib tashlanglar kommentariy. Farqi yo'q. Yangidan aktor deb portlataylik, butun O'zbekiston his qildiraylik. Nareskalarga qo'yaylik, boshqa qilaylik. Ano skeletlar bilan montaj qilib. Hatto shunaqa narsalarni men o'ylab turibman, uyushtiramiz aka. Bir Instagramda edit qilganlar, boshqalarga qanaqadir bonus qilamiz. 100 mi, pulmi, masalan. Pul bersak, xolos 100 oladi, olmasa boshqani qiladi. Instagramlarni keyin men aytaman, reklama qilib bir ko'rib chiqamiz. Hozircha YouTube'ga bosaylik, biz birinchi aktivga ko'rsataylik. Yaxshi, ryukzak berdi. Menda nima ochilmagan bu narsalar? Lekin menga eng birinchi hamma narsadan oldingi qiziq bo'lgan narsa ikkita narsa bor. Bittasi akkaunt obzori, ikkinchisi bratni yuzlari. Shuning uchun tezroq bosish kerak ekan-a. Bittasini ham ko'ramiz. Ultra erkaklarga qiziqyapti. Xo'shmas. Ha. Men ko'rgim kelyapti dedim, xolos yuzlari qanaqa inson ekan. Bunaqa puli bor odamlar, bilmadim, qanaqa boy odamlar, Ko'rgim kelar sizni. boshqacha odam bo'ladi. Uchta qulog'i bo'larmikan? Voy. Yaxshi. Yomon emas, bir mifik bersin. Bizga nechta bilan ola olamiz ana uni? 300 ta da, adashmasam, ha? Odatda nechta bo'lardi? Почти 300 ta, okey. Kristal zo'r beryapti. Men boshini berdi. Yumpi yana bir. Mana aylanish kerak edi kristalga. Bir 20 ta kristalga bo'lsa ham aylansa zo'r bo'lardi. Lekin aylanmadi. Bunaqa akkauntga xohlamasa ham beradi, to'g'ri. Tepib oladi. Yo'q, qancha erta bersa shuncha yaxshi. Biz boshqa keyslarni ham ochamiz. 100 qancha ko'p ortib qolsa shuncha ham yaxshi. Nimaiki shu Porsche kelganda, boshqa kelganda podpischilarga ham beramiz. Bir nimadirlar qilamiz akalar. Boshlandi, yana boshlandi. Bir o'sha davrlar qaytaramiz, xudo xolasa. Katta sovg'alar yutasizlar hali. RPlar. Bu almashmaymikan? Almashmaganda shunisi bor ekan. Bir Turnoy brat kanallarda bir kontent o'yladim men. Xudo xolasa qilamiz. Brat yo'q demadlar kerak. Birorta bir kontent qilamiz, bitta video qilamiz, shunaqangi video. Har bitta tushgan mifitskigami yoki RPgami, misol, anaqa RPmi deyman. Meni orujagami RP tarqatamiz. Bunaqa kontent o'ylab qo'ygan. Yana bir ikkita kontent bor, lekin aytmayman, boshqada qilib qo'yish mumkin. Lekin bor, ideyalarim bor. Ularni qilamiz hali xudo xolasa. 300 ta bo'ldi, to'xtanglar bir daqiqa. Pulni isrof qilib nima kerak bor? Bular olinmagan. Buni olsak. Nima qoldi hozir bizda olinmagan narsa? So'mka oldik, yumpi oldik, buni oldik. Nechta bo'ldi ochganimiz? Yani bitta oxirgisini ochaylik-da. Propus qilaman, agar mifik bermasa olaman. 1 2 ikkida propus bosdim. Bermas ekan. Keragi yo'q bu yoqqa sarf qilishni. Olamiz buni. Men o'zim akkauntimda ham xuddi shunaqa qilaman. Chunki akalar, yoshimiz 30 ga kiryapti, biz aqlimiz kirdi, bo'ldi. Bir narsani esdan chiqarmanglar. PUBG'ga unaqa hadeb pul sarf bermayaptimi, sarf qilishga to'xtash, to'g'rimizni bosish kerak. Tonik ochaylik. Mana shu eng yaxshi ko'rgan keysim. Yomon beradi, qarab turinglar, boshlanadi. O'stayapti, so'ndik, senga nima bo'lyapti? 10 ta. Biz propustdamikin hamma gap, ha? Yani bitta propust bilan ochaman, agar bermasa, biz propustga ochishni boshlayman. Ya menga yomon zo'r bergandi bu, ha? Shundoq o'zingga bitta biz propustga ham ochaylik-chi, balki mifik berib yuboradi, ha? Bar tepaga chiqarib qo'yar ekanman. Hop, 2-3 ta propust bosamiz. Elit senga savolda.
Kelet. Hop, Sardorga savol beraman. Sardor sizga savolda. Mana shu siz akkauntingizda bo'lib qolganda nima qilardingiz? Manmi? Qaysi qizga samolyot jo'natardingiz? PP bosardim ultraga. Iva. Sizga tashardim jigar. Jigar. Qizlar. Yaxshi, yaxshi. Sizlarga super kalla sovg'a qilardim Porsche'larni. Porsche'lar qo'shilganda. RPda birlarga chiqib olardim. O, ketadi. Bu RPda birga chiqishingizga menimcha hech qachon yetmasa kerak deb o'ylayman. Top 10 ga kirishingizga yetsa kerak. Bermayapti-ku. Qani? PUBG. Ber endi bizga ikkita bir. Bilmayman, menga vash zo'r beruvdi. Bu keysan, nimagadir brat donatorlarni taniydi hamda PUBG ning qizig'ida. Bermaydi hamda. Bir keys bermadimi? Kirib chiqib bos. Kiyimdamigina hamma gap. Glavniyda qanaqadir noodatiy kiyim ko'rdim men. Xayriyat 40 ta. To'xtaylar, men bu keys ham ochilmaganda, buni ham ochaychi. Viktor qilasiz kelajak. Nimadir taktika qilamiz. Ashundoq, o'zingga kel PUBG. Mana naushligim sal ishdan chiqyapti. Naushlikni yangilaydigan vaqt kelib qolgan akalar. Narigi naushligim buzilib qoldi endi. Yaxshi. PUBG. Ya, qaysi keys ochilmagan ekan? Menga ham ochilmagan ekan. Bosib ko'raylik bundan ham. Yaxshi. Garantini to'ldiraylik xatiyami? Yaxshi. Nimasi? Kostyum bor, ikkinchi kostyum. Hop. Mushkul. Bu yo'q ekanmi? Bu ham yo'q, ha? Chiroyli ekanda. Ha, chiroyli ekan. Ya'g'i, editingga nima bo'lgan? Qizni kostyumi chiroyli bu yoqda. Jinasi bor ekan-da. Bizda xunuk kostyum yo'q-ku. Da, takoy ekan. Wow. Bizni kiyimini Ana. Keskida nojlar boradi-yu, o'shanga o'xshar ekan. Gamma bo'lnadi. O'tgan. Bilmadim, u menga yo'q. Men ha deyman. Elit senga boya savol bermoqchi edim, yo'qolib qolding dega. Qanaqa? Ayting. Mana shu UC. Bittada sana akkauntingga o'tib qolsa nima qilarding? Qaysi qizga populyarni tasharding? Shakmiya deb qo'yba. Ya, rostini ayt, to'g'risini ayt. Uyga borardi. Ha, o'ylashni o'ziga bir kun ketadi-yu. Ya, endi mana tasavvur qilib tushib qoldi, kimdir podarka qo'yardimi, misol uchun. O'zing sotib oldingmi? Kontent-da, okay, kontent qilaman. Kontent qilardim. Bir yilga yetadigan kontent qilsam kerak. Sinovdan o'tmadi jigarlar. Bo'lmabdi. Ultraga populyarni tashlayman deyishing kerak edi sen. Aslo yo'q. Nemaga 10 tashaman desa voy. 10 tashaman. Mani akkauntim emas-ku bu. Masalan, mana akkauntimda shu chuysi bo'lganda nima qiladi? So'raylar. So'raylar. So'radik. So'ramizku. Yo'q, so'radim. Chiroyli boshdan so'rash kerak. Mana shu chuysi akkauntingizda bo'lsa deb so'raylar. Jon so'raydi. Mana shuncha siz akkauntingizda bo'lganda nima qilardingiz? Kontent qilardim. Sinovdan o'tmadingiz. Yaxshi. Hozirga. Ya, hamma orujam full qilardim. Levelim 98 bo'lardi shu an. Mana bu biz bilgan case bu. Mana shu. Davay. Yana ketib qoldik. Acha, 11 dan ishladim. Juda go'zal. Oy, ikkita 80 taga aylanadi. Ya, bu case bilmadim. Bu case berish kerak. Davay. Severlock, no, okay. Yana bitta men bundan bitta ochib, bitta mifikka okay, olaveramizda. Men buni bersa zo'r bo'lardi, Scorpionni. Yana bunga qaytamiz. Eng qizig'i shuncha paytdan bir ochyapmiz, hali 30 ming yuz tugata olmabmiz-da. O'lyapti. Biz akkauntimizda bo'lsa sirasi tugab qoladi. Da, biz akkauntimizda 100 ming yuz tashlaydigan bir pas tugaydi. Donatorlarga mazza. Siz bo'lsa nima? Xishbola tushungan, hamma tushungan deganimi? PUBG kelishib olganmiz. U jigar ber bizga nimalardir. Shundoq vang'illatib berib tashlaydi. Bilami. Negativ bo'lma, pozitiv bo'l. Hop. Keysda ikkitasi ham yo'q ekan, adashmasam, Yufikka. Men bu keys o'zim ham ochmagan edim. Yaxshi bo'ldi bir tomondan.
Ha, men bo'ldi, sirrini topdim. Men bunaqa bosilar ekan, birinchisi ochilganda propus bosilar ekan dedim, bu ham ishlamay qoldi. Hop, buni ham olamiz. Yana 12 qaytamiz. Men har xil kes ochyapman, shuning uchun nima bo'lyaptimikin o'ylab qoldim. Yetdi men, nima kiyib olding? Degan odam yo'q. Bu orada do'stlar, bu video chiqqan paytda 17 ni egasiga topshirgan videomizni Instagramga qo'ygan bo'lamiz, katta ehtimol bilan, menimcha. Paytda yoki qo'ymagan bo'lsa, endi qo'yamiz. Если что, 17 Pro Max sovg'a qildik. Biz konkursda yutgan obunachimizga olib borib bergan bo'lamiz, xudo xolasa. Ya, PUBG bizga berishing kerak jigarim. 3 ochyapmiz, tugatib qo'yganmi o'yinni? 40 ta beryapti. Yaxshi. Yaxshi, 50 ta. Yaxshi, 50 ta 60 ta aylanyapti. No. Bizga hali ko'p narsa berish kerak. Bu keysda nimalar qoldi olmagan? Bir daqiqa, 2000 ta bo'pti bu. Bu hali vahshiy ko'p narsasi bor. Yoki mana bundan berish kerak-da. Keys ochganmikinlar? Hamma narsa bormikin bunda? Hammasini olibdilar. Hop, bundan hammasini olingan, bundan hammadan hech narsa olinmadi. Adashmasam-da, bundan mana shuni ochaylik. Mana shuni ochib tashlaylik-da tez. Keyin unga o'tamiz. Davay, PUBG. Qiynamasdan bizni ber. 20 ta nimadir aylandi. Oha, 60 tami? Da, 60 ta. Yaxshi. Tez ochilyapti-da. O, yaxshi. O 50 ta berdi. Bu keysni yaxshi tomoni ham 270 ga ochasiz. 100 ga qiziq emas bu akkauntda. Ham chiqmagan narsalar chiqishi mumkin. Aynida yopildi, keysa bermay qo'yish boshladi. O'tamiz, boshqasiga o'tamiz. Mana bunga o'tamiz. 70. Tushundim men, bagini tushundim. Bermay qo'ydim, boshqa keysga o'tib kelish kerak ekan. Ikkita mifikdan bittasini ber, chiqib ketaman bu keys. Davay. PUBG Mifik. Oha, Mifik so'rayapti PUBG jon. Yana bitta ochaman, hech nima bermasa, endi bunga o'taman. Bundan Mifik berish kerak. Lekin baribir har qanaqasiga mana shu keys ekan. Chunki har qanaqasiga bu keysda ko'proq anaqa olyapmiz-da. Zo'r ko'tarilyapti. Bilmadim u. Oha, 2 marta podrяд ham beradimi, nima? Ya PUBG shuncha mifik bor hali ochmaganimiz. Uje 50 ming ishlatdik. Hamma yana bitta ochaychi, balki beraverar-a. Bashi bitta ham mifik bermayapti endi. Bergan mifikka berdi. Bang bo'lib qoldi. Taktika. Qanaqa taktika qilaylik jigar? Men kiyim almashtirgim keldi mana. Boya keldi bu narsani almashtirgim. Misol uchun mana yangi bergan kiyimini biz qadriga yetamiz PUBG dedik. Misol uchun kirdik, bosdik, beryapti. Kirdik, bosdik, qarabski beryapti. Qaranglar, sinaymiz. 5 ta 5 tadan ochamiz, qaysi birida ko'proq berar ekan. 1 2 yaxshi bo'ldi bu. 3 4 5. Okey. Bunga o'tamiz. 1 2 yaxshi. 5. Bu keys meni birinchi marta anaqaga, nima deydi, hijolatga qo'ydik. 1 2 3 4 Tushirib ketishlikda, shansini menimcha. Birinchi kuni zo'r beribdi osoni ekan. Da, birinchi kuni vahshiy zo'r beryapti lekin bilmadim. Balki bez propuska ochdim men, lekin ko'p narsada bilmayman. Propusk bilan ochayotganimizgami ekan? Ha, shundoq. Shunga ekanda. Menimcha taktikasini topdi akalar. Lekin endi 100 ko'p har bitta bez propuskam ochsak ko'p vaqt ketib qolishini o'yladim. Nima? 100 ga akalar bilmadim. 1 soatlik video qo'ysang ham sig'maydi-da, o'shaning uchun
qisqaroq qilaylik dedim. Bam ochyapman. No, bizda hali ikkinchi mana buni ham berib yuborsa, lekin bu keysdan chiqsa ham bo'ladi. Ikkinchi anavi Sonic'ni kiyimini 800 taga olinadigan. Tamommikan kiyimi? Kiyimi chiroyli. Bu lekin anaqa personaji o'zini oti bor, bu boshqa personaj o'zi aslida anaqada Sonic'da. Sonic yo. Sonic qanaqadir. Sonicmi bu ham? Kalitmi nimadir oladi? Borgandan keyin shu Uchadigan, bu uchib turadi-da, misol uchun boshqa. o'ziga qabul qilgandan keyin. Ha. Zumrad bor. Toshni qabul qiladi, kuchayadi keyin. Mifki bermadi. Kuchaygan Sonic. Men bu proposmgina taktikasi. Qora Sonic bor, boshqasi bu. Sonic'ni olsak, keysdan ikkita eng qimmat narsani olgan bo'lardik. O'sha uchib turar ekanda. Bilmadim, men ko'rmaganman endi. Sonic'ni bilmayman-da, men deganlar. Qorasi ham bormi? Qorasimi? Serios. Qorasi, ha. Bitta PUBG'da emas, bor-ku, qorasi. Qora qizili. Ben PUBG'da oldim ben. Yo'q, PUBG'da yo'q, sarig'i bor. Kelasan sonra. Hop. Jigarlar, 100 UC ishlataylik xatyapti degandimda, bu ketishda nima qachon ishlatib bo'lamiz? Arzig'oli narsa tushmayaptimi? Shuncha. Lanat qilmaymiz bu ketishda. Bunaqa donatorlar chiqqanda PUBG поддержка qilish kerak, navrotga nima bu? Eshit bizni. Parsut berib tashlash kerak. 100 ming UC tashlagan odamga hech narsa bermasa bu nima bu endi puli bor ekan. Holatda garantiyadan deb o'tirmasdan berish kerak lekin. Yana ham qiziqish oshishi shunda. Mifik berdim o'zi? Da, mifiklar berdi. Kostyum bermadi. Oniq berdi, sonoq berdi. Berdi. Arag'animi? Ham ikkitasidan. Ular bermayapti, oddiylar bermayapti. Oddiylarni bermayapti. Sonic'dan yaxshi beryapti. Xo'p, Sonic'dan ochaylik yana ozgina. No, Sonic zo'r tomoni mana shu ekanda, moneta yig'ish va shu qarang 4000 ta bo'lib ketgan. 3000 tasini Sonic'dan yig'dik deb o'ylayman menimcha. 60 ta o'zi berdi. Abjijon, qiynamasak-chi. Bir vektor taktiga o'tingchi, bir vektor taktiga. Vektor qilaylikmikin, ha? Uni akkauntda vektor qilsaylik, bilmadim. Rat ozgina inventarizni buzamiz endi. Xullash. 2 daqiqa vaqtingizni olishi mumkin. Mo'ylov ham kerak-a? Albatta bu. Unda vektor bo'lsa-yu, mo'ylov bo'lmasa. To'g'rimi? Qani mo'ylov? Yo'qmiz qani? Mo'ylov bo'lsa kerak akkauntda har holda. Bor. Keldik. Qani bam. Yaxshi. Qani bam. 5 ta yana. 3 4 5. 4 tasida legendarni berdi. Men buni ochib ko'raychi mana. 1 2 3 4 5. Sizga aytayman, bu keysdan zerikdim. Bu keysdan oladigan narsani bam bitib olay ikkitasini da chiqaylik. Bu keysga qaytib kirmaylik, yaqinlashmaylik. Yoqmadi bu keys menga. Faqat men ikkita keysdan davom etaylik. Buni ham bitta ikkita ochib ko'raylikchi mana. 1 2 4 5. Okey. Endi bunisi. Baba har qanaqasiga mana shu bizni tortaveradi-da. Chunki narsa ham ko'pda o'zi. Tushib qolish ehtimoli ham, конечно, balandroq bo'ladi. Mana tushsa ham 10 ta. Tushdi mana 40 ta. Yengil. U aslida olib qarasak biz hammasini monetaga ola olamiz-da, lekin agar 20 ming ham ishlataylik, bo'yoq kraska oladilar, juda bo'lmasa, baribir donatorskiy akkauntga nima kerak? Kraska kerak. Voy. Ana bom. Hop. Mifik, 3 ta mifik bor-da, hali bermagan narsalardan. Berarsan, PUBG? Hop, men bundan ochaman, 15 ming UC qolguncha ochaman. Faqat men shuni ochaman, 15 ming UC qolguncha. Bermasa olaman, chiqaman. Ilandir PUBG.
Yomon mifik bermasdan qiynadi. No, garantiyaga olamiz, har qanaqasiga olamiz-ku. Ha, easy. Lekin shuncha ochishga berib yuborish kerak-da, lekin bu keyslar arzimaydi-da, shuncha pul tiqishga. Mana bu brat donator tiqyapti-da. Lekin masalan, bandaka deylik, sal mundoqroq donatorlar bo'ladi-ku, sal yangi 10 mingga chiqayotgan ochaman, donatorlar. tushmasa bo'ldi deyman. Da, 10 mingga, 10 bobda borani bo'rtirib yubordingiz, 15 mingga ochadi, 16 ming yusiga misol uchun. Bermasa bo'ldi, ochmayman deydi. Nima qiladi? Unchalik g'orish kerak emas edi lekin bu keysni. Hatya bir so'mniki berib yubor. Bitta ana qimmatini PUBG. Yusi tugab qolyapti-da, akalar 400 ming qoldi bor yo'g'i. Siqilayotgan narsamizni qarang. Ayriyat, ha? Berma hinno. Bitta kiyimi, bitta bunisi qoldi. Bu ham yuragim, voy yuragim. Boshqa mifik beryapti, mifik shansiz ketdi bor-ku mana shu joyda. Buni berganda ham, mana buni berganda ham mayli. Ya, X Suite'dagi 10x mana shunga qo'shish kerak-da. Voy, men bunga 10x ursa 50 ta, men bunga 100 ta. Qo'shorsa-yu, ha? Nima zarur? PUBG. Endi oson bo'lib foyda qoladi qiladi. lekin. Yana men. Lekin mana shu butun qatorda berdi bor-ku. PUBG shu tugayapti jigar, bersang ber, bo'lmasa rostdan olmaymiz, ketaveramiz. Ya mana shuncha agar bitta mana shuni o'zini berib olsa ham 800 ta yutamizda, 800 ta degani 200 ta kraskada, 200 ta kraska. 200 ta kraska bu 200 ta kraskani 100 ga olish uchun 8100 ishlatish kerak. To'g'ri, 8100 tekis. Bo'pti, oxirgi 100 lar. Ya, 400 mingda qoldiramiz akalar, undan oshig'i kerak emas hozir. Majli keys emas, bu ko'rib turibsizlar. Chunki garantiya bilan ham ola olamiz. Porsche kelganda, misol uchun X Suite kelganda katta-katta 100 larga bundan keyin bang bosaveramiz akalar. Hech xavotir olmanglar. Ya, akkauntni obzor qilganda nima kamchiligi bor, nimani kuchaytirish kerak, nimani ochish kerak, unga qarab, xudo xolasa kontentni bosamiz akalar. O'zi 98-level akkaunt, shunda ham yetarlicha narsalari bor. Hey, davay PUBG jon, ber bizga. Beramigina. Oxirgisini base propuskotchi bitta bo'ldi. Davay, mashina ber. Mashina ber. Uju 399. Va, 400 mingdan kelmaydi. Voy. Bo'pti, qat'iy buni ber, mayli, hop, rozimiz, mayli. Mayli, bo'pti, bu emas, mayli, buni ber, bo'ldi. Ye. Roziligimizga tufurib qo'ygan joyi bor ekan, roziligimizga. Iflos ekansan. Rahmat, danasi shunday deyapti. Rahmat deyapti-da. Oldik, ketdi, hech keragi yo'q, bo'ldi. Aytyapman, yoshimiz katta bo'lib qoldi, aqlimiz kirdi. Sarig'ini olamiz, bu yoqdan olamiz-da. Hop, bu keysda endi ramkalar, boshqalar bilmayman, agar birat kolleksiya uchun olib qo'yish kerak desa, olib qo'yish ham mumkin. Bunday narsalarni oldik. Kraskada masalan mana 810 ta kraska olsa bo'ladi. Bu degani 2 ta ro'ja kuchaytirsa bo'ladi. Hop, akalar, xullas ko'rib turganlaridek, anchadan bir kutilgan bir kontentdan bittasi sizlarga addushi bo'ldi. Like bosinglar, обязательно, kommentariy qoldiringlar va ichi o'sha Durnoy gaming kanaliga o'tib, mana 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta akkauntlardan kimni telefonini ko'rsangiz o'sha telefondan olib podpisatsiyalarni bosib tashlanglar, portlatib tashlanglar, akkaunt obzori u kanalda yoki bu kanalda ko'ramiz. Kelishgan holatda qo'yamiz. Albatta, keyingi video, keyingi streamda ko'rishguncha hammaga kattakon rahmat. Xayr, tinch omon bo'linglar. Bye.